Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Tazkiyatun Nafs silsila darsimizdan birodarlar ikkinchi mavzuni boshlaymiz. Bu iymon va muhabbat deb nomlanadi. Astagfirullah. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ey Muhammad alayhisalom, albatta biz sizga bu kitobni haqq rost nozil qildik. Bas siz Allohga u zot uchun diningizni xolis qilgan holda ibodat qiling. Ibodat nima? Ibodat Alloh subhanahu va taologa tamomiy bo'yinsunish. Mana shu ibodat xolis bo'lishligi kerak. Taslim bo'lding, bo'yinsunding. Mana shu bilan birga qalbingda ixlos bo'lishligi kerak. Insonning zohiri bor, insonning botini bor. Zohiri bu ko'zimiz ko'rib turgan jasadining a'zolari, qo'li, oyog'i, jasadi. Endi botini bu uning qalbi. Insonning zohiriy ibodatlari zo'r bo'lsa-yu, botiniy ibodati to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa, zohiriy qilgan amallari qabul bo'lmaydi. Tushunarlimi? Roza tutdi, namoz o'qidi, agar zohiri zo'r bo'lsa-yu, qalbida ixlosi, Alloh uchun qilyapman degan niyati bo'lmasa, zohiriy qilgan amallari foyda qilmay qoladi. Qalbni o'zini ibodati bor, jasadni o'zini ibodati bor. Qalbni ibodati Allohni ulug'lashlik. Qalbni ibodati Allohga mana shu qalbning muhabbat bilan to'lib toshishligi. Allohga bo'lgan muhabbat bilan qalbimiz to'lib toshishligi kerak. Chunki Alloh azza va jalla siz bilan bizni jasadlarimiz va suratlarimizga qaramaydi. Alloh taolo bizning qalbimizga qaraydi va amalimizga qaraydi. Qalbimizga qaraydi, amalimizga qaraydi. Astagfirullah. Va minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Odamlar orasida deydi Alloh subhanahu va taolo shunday kimsalar borki, ular o'zgalarni Allohga teng bilib, ularni Allohni sevgandek sevadilar. Allohdan boshqalarni banda edi, pul edi, u mansab edi, qandaydir dunyo matohi edi, Allohdan boshqalarni Allohga teng deb, Allohni sevish kerak bo'lgandek sevishadi. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ammo mu'minlar esa ularning Allohga bo'lgan muhabbati qattiq bo'ladi. Iymon keltirganlarning muhabbati Allohga qattiq bo'ladi. Alloh va Rasulini roziligi turganda nafsini ham, ayolini gapini ham, odamlarda qiyla va qol, dedi degan mishmish gaplarini ham bir chekkiga nima qilib qo'yadi? Agar qalbida Allohga muhabbat qattiq bo'ladigan bo'lsa. Demak, qalb Allohga bo'lgan muhabbat bilan to'lish kerak. Qalb Allohdan bo'lgan xavf bilan to'lib toshish kerak. Qalbda Allohni ulug'lashlik bo'lish kerak. Qalbda unga muhabbat, undan umid bo'lishligi kerak. Birodarlar, bu darsimiz o'zgacha dars. Chunki siz bilan bizni baxtli baxtsiz bo'lishimizning sababi bo'lgan qalbimizga tegishli dars. Aytdik, namozda o'qiyapmiz, roza tutyapmiz, jasadni ibodatini qilyapmiz. Ammo qalbchi. Bu qalbimizni Alloh subhanahu va taolo poklashlikka buyurdi. Mana shu ishni uddalayapmizmi, yo'qmi? Mana shu ishda qayerga yetib keldik? Nimalarga erishdik? Oldimizda yana qancha bir yo'l bor. Nafsni poklash, qalbni salomatligi. Demak, qalbimiz Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbat bilan to'lib toshgan bo'lishligi kerak. Birinchi fikr muhabbat. Qur'onni kuzatsak, birodarlar, yuzlagan oyatlarda muhabbat haqida so'z ketadi. Muhabbat o'zi nima? Bizning tushunchamizda muhabbat o'sha muzakkar jinsidagi insonni muannas jinsidagi insonga bo'lgan tuyg'ulari. Odamning odamga bo'lgan his tuyg'ularini muhabbat deydi.
mana bo'ydoqlar o'tiribdi, o'zicha kimnidir sevadi va buni muhabbat deb o'ylaydi. Va o'rta yoshdagilar turibdi, o'sha etapdan o'tib ketgan va u muhabbat emasligini tushunganlar. Muhabbat nima? Muhabbat siz bilan bizga kinoda ko'rsatayotgan narsa emas. Shoirlarning she'rini mavzusi yo'q, hofizlarning so'zlarini ma'nosi yo'q. Muhabbat bor, birodarlar. Muhabbat, birodarlar. Al-hub deyiladi arab tilida. Al-hub kalimasi qomusda habbaba deb keladi, ya'ni qalbning moyilligi. Qalbingiz qaysi narsaga moyil bo'lsa, chinakamiga moyil bo'lsa, shu narsaga muhabbatingiz bor. Mana endi o'zingizdan so'rang. Qalbingiz chinakamiga nimalarga moyil? Sanaymiz. Endi общий hammaning qalbi moyil bo'lgan narsalar: pul, to'g'ri. Mansab, to'g'ri. Dunyo matohi, to'ppa to'g'ri. Qalbimiz shu narsaga moyil. O'shuning uchun ana shu muhabbatimizni obyekti bo'lgan narsalarga intilishlik bizni qiynamaydi. Qalbingiz qaysi narsaga moyil bo'lsa, demak o'shunga muhabbatingiz bor. Muhabbat bu qalbning bir narsaga moyilligi. Endi vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Qalbi Allohga moyil bo'ladi. Tushunarlimi? Muhabbat bor. Haqiqiy muhabbat bu Alloh taologa nisbatan bo'lgan muhabbat. Qalb Allohga moyil bo'lishligi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mo'minmi? Allohni yaxshi ko'rishligi kerak. Agar bir odam zohiriy ibodatlarni ado qilsa, ammo qalbida Allohga moyillikni topmayotgan bo'lsa, bu odam qalbini bir teshirib chiqsin. Takrorlaymiz. Agar bir banda zohiriy ibodatlarni qilsa, roza, namoz, zakot, haj qilyapti zohiriy amallarni, ammo qalbida Allohga moyillikni, muhabbatni his qilmayotgan bo'lsa, bu odam qalbini tekshirib chiqsin. O'zi mana shu ishlarni qilishlikdan maqsad Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishmidi? Shu ishlarni qilishdan maqsad Allohga muhabbatimiz yana ham ziyoda bo'lishimidi? Xo'p, endi shu ishlarni qilsak ham Allohga muhabbatimiz ziyoda bo'lmayaptimi? Demak, to'g'ri qilmayapti shekilli bu ishni. Bir odam kasal bo'lib bir tabibning oldiga keldi. Tabib haligini ko'rdi, kasallarning sababini aniqladi va muolajani tayin qildi. Mana shu muolajasi oxiriga yetganda haligi bemor kasalidan tuzalmadi. Demak, bu muolaja to'g'ri bo'lmadi. Bir narsani maqsad qildingiz, unga olib boradigan ishni qildingiz, maqsadga yetmadingiz. Demak, ish noto'g'ri. Siz zohiriy ibodatlarni qildingiz va uni orqasidan ko'zlagan maqsadga erishmadingizmi? Demak, qilgan ibodatingiz to'g'ri bo'lmabdi. Zohiri zo'r, lekin qalbda muhabbat yo'q edi-da, o'shuning uchun bu ishning samarasini ko'rmadingiz. Bu darslarimiz orqali nima demoqchimiz, akalar, ukalar? Har bittamiz qalbimizni tekshirib chiqsin. Uni qalbi Alloh xohlagandek pokizami? Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kun qiyomat kuni. Shunday kunki, unda na mol va davlat va na bola chaqa foyda bermas. Nima foyda beradi unda u kunda? Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Qalbingiz pokiza holatda borsiz, mana shu qalbingiz foyda qiladi. Bola chaqa deb yuradi inson, mana shu narsa foyda qilmaydi insonga. Inna min azvajikum va auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Alloh taolo aytadi, albatta sizlarni farzandlaringizdan va juftlaringizdan dushman bor. Xushyor bo'linglar deydi. Boyaga aytganday bir savobli ishni qilishlikka ota, aka qasd qilib shuni qilmoqchi bo'lganligini aytadi, ammo bolalar va ayollar mana shu ishdan qaytarishlikka harakat qiladi. Shuni aytayapti Alloh taolo. Ayollaringlardan, bolalaringlardan dushman bo'ladi, xushyor bo'linglar deydi. Umr bo'yi to'plaganingni shu bolalarga qo'yib ketyapsan o'zi. Oxiratimga ozgina o'tkazib qolay desa, qo'ying endi bolalaringizni o'ylang deydi. Itak 70 yil bolalarni o'yladim o'zi. Shuncha to'plagan narsam hammasi bolalarga qolyapti. Shundan bir qismini oxiratimga o'zim bilan olib ketay desa, ayollar va bolalarning ayrimlari nima qiladi?
O'shuning uchun shu Allohning roziligi uchun qilmoqchi bo'lgan ishingizga sizga ham fikr emasmi? Farzandlar va juftlar indamay qilib qo'yaveryamak. Ma'qulmi? Chunki olib qolganiga javob berasiz, ammo o'tkazib qo'yganingiz o'zingiz bilan bo'ladi. Astagfirullah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallohu la yahdi al-qawmal fasiqin. Eshitib turinglar, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga nima deyapti? Siz bilan bizga nima deyapti? Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol va dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishdan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz hammasi sizga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Mana shu biz sanab o'tgan 8 ta narsa inson uchun eng yaqin kimsalar va narsalar. Eng yaqin kimsalar va narsalar. Shular Allohdan ko'ra senga mahbubroq bo'lsa, Allohning jazosini kutib tur deydi. Mana hozir taravada o'tiribmiz. Nima deb keldik bu yerga? Allohning kalomini eshitamiz, amri ma'ruf nahiy munkar eshitamiz, Allohning muhabbati boshlab keldimi? Boshqa hech narsa emasmi? Alhamdulillah. Endi buni o'rniga xatmani tugatib qo'ydik. Endi bemalol yotib telefon o'ynab, televizor ko'rib yotsak bo'laveradi desalar bo'larmidi? Ana shu narsani tashlab keldinglarmi? Alhamdulillahi robbil alamin. 100 dan ortiqroq o'rinda Qur'on muhabbat haqida so'z yuritadi. Muhabbat o'zi nima? Rob Robdir, banda bandadir. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Laysa kamithlihi shay'un. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Birodarlar, Alloh haqida qanaqa tasavvur kelmasin xayolingizga, Alloh uni xilofida. Alloh juz emas, qism emas, surat emas, rang emas, shakl emas, hid emas. Alloh qayerda deb so'ralmaydi. Chunki Alloh makonlarni yaratuvchisi. Alloh qachon deb so'ralmaydi. Alloh zamonlarni yaratuvchisi. Allohning zot haqida senda qanday fikr paydo bo'lsa, birodar, bilginki Alloh uning xilofidadir. Qayerda deb bo'lmaydi, nechta deb bo'lmaydi, qachon deb bo'lmaydi. Chunki qayerda, qachon, nechta bu maxluqlarga beriladigan savol. Alloh azza va jalla mu'minlarni yaxshi ko'radi. Mu'minlarning Allohga bo'lgan muhabbatlari ulkan. Alloh bilan bandaning o'rtasida bitta aloqa bor. Bu aloqa muhabbat deb nomlanadi. Bu aloqa muhabbat deb nomlanadi. Mana butun maxluqotlar Alloh taologa majburan, maqhuron bo'yinsunib keldi. Faqat inson o'zini ixtiyori bilan bo'yinsunishligini aytdi. Avvalgi darsda aytdik-ku. Biz butun borliqqa, osmonni, yerga omonatni arz qildik, ular qabul qilishmadi. Nima omonat edi? Din degan omonat edi. Ixtiyori bilan Allohga bo'yinsunishlik omonatini yuklaganida Parvardigor eplay olmaymiz dedi, majburan bo'yinsunishdi. Ammo inson ixtiyori bilan bo'yinsunishni zimmasiga oldi va mana shu bilan aziz mukarram bo'ldi. Inson ixtiyori bilan Allohga bo'yinsunaman dedi. Shuning uchun Alloh mana shu odam bolasiga muhabbati boshqa maxluqotlardan ko'ra ziyoda bo'ldi. Majburan bo'yinsunish qayoqda-yu? Ixtiyori bilan bo'yinsunish, muhabbati bilan bo'yinsunish qayoqda? Astagfirullah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiruz-zunuba jami'a innahu huval g'afurur rahim. Ey Muhammad alayhisalom, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting.
bandalarimga ayting. Meni bandalarimga ayting. Mana shu bandalarim deb Alloh taolo bandasini o'zini ismiga izofa qilishligi, o'zini ismiga qo'shib aytishligi bandalar uchun sharafni cho'qqisi. Alloh aytayapti, meni bandam deyapti. Bundan ortiq sharaf bo'lmaydi odam bolasi uchun. Muhammad alayhisalom qayerda Qur'onda zikr qilingan bo'lsa, birodalar, Ahmad, Muhammad, Mahmud ismi bor Rasulullohning. Rasul, nabiy degan joyi bor. Lekin u zotni izzat ikrom qilishlik o'rnida mening qulim degan. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitob. O'zining bandasiga kitobni tushirgan Allohga hamd va sano bo'lsin. Subhanallazi asro bi abdihi. Ana shu Isro kechasida bandasini sayr qildirgan Allohga hamd, har qanday aybdan pok. Bandasi, banda degan so'z inson uchun eng katta sharaf. Kimi bandasi? Kimi bandasi? Allohning bandasi. Ayting, Allohning rahmati marhamatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur o'zi xolagan bandalarga. Albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir. Va qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Meni bandalarimga ayting ey Muhammad alayhisalom. Bandalarimga aytingki, ular o'zaro so'zlashganlarida eng go'zal so'zlardan so'zlasinlar. Siz o'tirib birodaringiz bilan chiroyli so'zlarni, go'zal so'zlarni gaplashayotganingizda Alloh mo'xtagan mening bandalarim degan so'z ostiga kirasiz. Gapirayotgan so'zda fahsh bo'lmasin. Gapirayotgan gapingizni g'iybat bo'lmasin, birovni go'shini yeyish bo'lmasin, namima bo'lmasin. Chiroyli gap gapiring, Allohning bandalari qatorida bo'lasiz. Ikkinchi fikr ibodat. Biz mana shu ibodat ajlidan yaraldik. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men deyapti Alloh taolo jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi. Mana ibodat. Ibodat nima? Ibodat bu bo'yinsunish. Ibodat bu bo'yinsunish. Bu bo'yinsunish muhabbat bilan bo'lsa ibodat bo'ladi. Agar bo'yinsunish muhabbatsiz bo'lsa toat bo'ladi. Qaytaraman. Ibodat bu bo'yinsunishlik, itoat qilishlik ma'nosida. Endi mana shu bo'yinsunishlik muhabbat bilan bo'lsa ibodatga aylanadi. Agar bu bo'yinsunish muhabbatli bo'lmasa, bu toatga aylanadi. Masalan, ana shu serjantlik soldatlarga ravniyas deydi. Smirna deydi. Shagon marsh deydi. Itoat bormi yo'qmi serjantga? Bor. Muhabbatchi. Muhabbat demak bu ibodat emas bu. Bu faqat itoat. Chunki itoat qilmasa jazo oladi-da. Xo'p, hayya alas solah, hayya alal falah dedi. Chaqirdi. Mana itoat qilib keldingiz. Muhabbat bilan kelgan bo'lsangiz, mana shu ishingiz ibodat bo'ladi. Agar muhabbatsiz qilayotgan bo'lsangiz, faqat bo'yinsunish bo'ladi. Agar yaxshi ko'rib itoat qilgan bo'lsang, unda haqiqiy ibodat qilsan, birodar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.